Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Tak, 16 sotu yer maydoniga ega katta hovlini video obzorini qilamiz. Darvozaxonamiz bu uyda 3 ta, bu birinchisi, tepa tomonda ikkinchisi, past tomonda yana bitta uchinchisi ham bor. Bu yerda 2 qavatli bino, bu yerda 4 qavatli bino. Umumiy maydoni 2200 kvadrat metr uyimizning ichini. Yer maydoni 16 sotu. Kattagina zeleniy zona, juda ham katta. Ko'rishingiz mumkin. Tepada ham, pastda ham, bu yerda ham. Tak, mana shu basseyn demam yo'q. Basseyn tepasida ham огород qilingan, polna zeleniy qilib qo'yilgan, archadagi ko'rinib turibdi mana. Bu yerda 2 qavatli bino, pastda yozgi oshxonasi. Tak, birin-ketin ko'rsatib aytsam, вообще cho'zilib ketadi. Mana shu o'zini ko'rsatib beraman. Tak, bu yerda kirganda bitta hammom tualet bor, tepada bitta katta xona bor, podvalimizga yaxlit qilingan bu tomonda ham. Naves ostida o'tiriladigan kattagina joyi yozgi oshxonalar qilib qo'yilgan. Hammamizga nasib qilsin, uy zo'r, lokatsiya zo'r, havo juda ham zo'r, katta ko'chaga yaqin, 100-150 metr taxminan. Hammamizga nasib qilsin aytganimdek, bitta ham chiroyli qilib qo'yilgan. Zelen bo'lgani yaxshi baribir, archa, nima daraxtman bilmayman. Hop, polностью qilib qo'yilgan, ko'rib turganingizdek, hamma yoq tosh, travertin, jiddiy travertin ishlatilgan. Uyga chiqib o'tamiz, unda qani ketdi. Hop, endi bu uyimizning tepadan ko'rinishi. Mana 4 qavatli asosiy binoyimiz, basseyn tepasidagi yashil hududi aytganimdek, asosiy kiradigan eshigimiz. 3-darvozaxonani oxirida ko'rsataman. Marhamat. Juda ham zo'r va shi katta degan. Hali bu yerdan ko'rinishi, eng tepa qavatga chiqib ko'rsataman, va shi chiroyli chiqqan. Zo'r degan. Mana marhamat, ko'rinishi. Tak, endi uy ichini birin-ketin ko'ramiz. Mana oynalar hamma surilib ochiladi. Bu yerda oshxona joylashgan. Mana kirishimiz bilan kattagina hol bo'ladi. Chiroyli usturada. Bu yerda liftimiz joylashgan. Kirganda o'ng qo'limizda zalimiz bo'pti. Zalimiz ham normalniy razmerda. Tak, chiller sistema qilingan ekan. Konditsioner qo'yib o'tirmaysizlar. Teplый pol, radiator, har bitta xonada alohida termodатчиклari bor, issiq suvni kontrol qiladigan. Marhamat. Endi oshxonaga o'tamiz. Marhamat, oshxonamiz ham kichkina emas. Remont полностью minimalizm uslubida qilingan, ortiqcha hashamatliksiz. Просто kattagina hovli, ortiqcha bezaylasiz. Tak, bu yerda bo'lsa hojatxona, gostivoy degan bo'ladi, yonginasida bo'lsa, tak, spalnyamiz joylashgan. Spalnyamiz. Bu yerda mana garderob uchun xona bor. Bemalol kattagina shkaf bezattirsa, bu yerda umumiy yuvinish xonasi. Vanna qilingan ekan. Tak. 3-darvozaxonamiz mana bu yerda ko'rinayotgan ekan. Marhamat. Usti bitta naves qo'rinsa, tak ochilib tursa ham bo'ladi. Cho'tka qilib qo'yilgan. Menimcha eshiklar menga yoqdi. Takoy oddiy. Nima desam ekan, ortiqcha narsa yo'q. Naturalniy taxta. Liftda tushimiz, liftda oxirida chiqamiz to'g'rirog'i. Ikkinchi qavat ko'tarilishimiz. Ikkinchi qavat ham mana shunaqa chiroyli hol bilan boshlanadi. Holimizni o'ng qo'ldan boshlaymiz. O'ng qo'lda ispaniyamiz. Xuddi birinchi etajdaqa garderobni va sanuzoli joylashgan. Razmerlari yaxshi holatda. Tak, bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu ham detskiy spalnya degan bo'ladi, lekin buni ham sharoitlari bor. Xuddi shunaqa sanuzol va garderobnisi joylashgan. G-obrazli panoramli oyna. Tak. Balkoni bor, ko'rayotganingizdek, mana kattagina balkon. Uyimizning shu tomoni zo'r ekanki, har bitta xonada hammom tualet, ya'ni spalnyada garderobnisi ham bor.
Bu mana zalga tepasidagi xona bo'lyapti. Bu yerdan также санузел garderobniy bo'ladi. Bu yerdan ham ko'rsatib qo'ying. Marhamat, sanuzuli. Bitta dushovый qilingan уже. Bu yerda garderobniy xonaga mo'ljallangan joyimiz. Tak. Endi 4-qavatga ko'tarilamiz. Hop, mana liftda 4-qavatga ko'tarildim. 4-qavat. Chiqaynadi. Bu yerda xonalarga bo'linmagan, kattagina terrasa qilingan. Mana terrasamiz. Mana nima deyapti? Shahar полностью ko'rinib turibdi. Mana marhamat. Sentrumni Charskiy shahar eng tepa qismlaridan bittasi hisoblanadi. Mana hamma yoq ko'rinyapti. Marhamat, hamma yoq daraxt. Sentrumni Charskiy shu tomoni zo'r, hamma yoq daraxt. Marhamat mana. Mashalloh, mazza ekan. Havo shunaqa zo'r havo bo'lyapti yomg'irdan keyin. Tak. Katta yo'l mana bu yerda joylashgan. Past ko'rinishi. Qaraydi. Boya sizga videoni nariyodan boshlab ko'rsatdim, mana chetdan boshlab. Hozir shu katta binoni eng tepa qismida turibmiz. Endi oxirgi etaj qoldi. Bu 1-qavat. Tak, uyimizdagi chiller sistemasi mana shu bo'ladi. Mana shu полностью uyimizga yetadi, mana shu uyimizga. Podvalda kotelniylari joylashgan. Endi 1-qavatni ko'ramiz. Endi 1-qavatni ko'ramiz. Liftdan tushganda tak to'g'ridan boshlaylik. Birinchi, shu tushunarli bo'lishi uchun katta basseyn, spa zonamiz joylashgan bu yerda. Marhamat, полностью eshiklar hamma suriladi aytganimdek, ochiladi. Yozgi, qishki qilib bemalol ishlatsa bo'ladi. Razmerlari yaxshigina holatda ekan. Chap qo'limizda turetskiy hammom. Marhamat. Oshna oynalar bilan bemalol o'tirsa bo'ladi. Joylari kattagina ekan. Tak, bu yerda finskiy saunamiz. Marhamat. Bu ham razmerlari kattagina ekan. Bu yerda bo'lsa sanuzulimiz joylashgan. Tak, endi mana garajimizdan ko'rsataman. Mana kirganimizda 3 ta eshik bor. Chap qo'limizda trenajyorniy zal bo'lyapti. Mana alohida qilib qo'yilgan yumshoq zona oynalari bilan. Tak, bu yerda elektrik eshiklar turadi. Mana bu yerda bo'lsa garajimizda joylashtirilgan. Tak, bu 3 ta garajimiz bor aytganimdek, bu 3-chisi bo'lyapti. Xullas shu yerda adashib ketdim o'zim ham. Avtomatik varota, 2 ta mashina, kichikroq mashina bemalol yonma-yon qilib qo'ysa ham bo'ladi. Qo'liga chiqib ketadigan eshigimiz. Tak, endi bu yerdagi xonadan ko'rsataman. Texnik xonaning bittasi qolib ketdi, ko'rsata olmadim. Liftdan tushganda chap qo'limizda kattagina kinoteatrning zalimiz bo'lyapti. Takoy temный rang qilingan ekan. Полностью menimcha shumizatsiya ham qilingan. Tak, 8 ta kreslosi bor ekan. Bu yerda mana katta kinoteatrning bo'ladi o'shanda. Tak, endi 10 qanotga o'tamiz. 10 qanotda bu yerda bitta xonamiz bor. Холодный комната qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu yerda kotelnimiz joylashgan. Kotelnimiz ham kattagina. Hop, yo'nqist. Nasos, pasos, ishqilib 3 talab kotel, boiler. Bu yerda mana alohida eshigimiz ham bor. Bu eshikdan tashqaridan servis xizmatiga ham tushib chiqsa bo'ladi bemalol. Uydan kirib o'tirilmaydi. Hop, uyimiz sotilyapti. Mirzo Ulug'bek tumani, Sentrumni Charskiyda bo'ldi. 16 sotu yer maydoniga ega, 2200 kvadrat metr. Narxi $3.300.000. Bu yerda yer narxi kamida 70 ming yuradi, 80 ming hisoblasak ham bo'ladi. Uyi ko'rdinglar, hamma narsa qilib qo'yilgan sharoitlari bor. Telefon qilinglar, hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin.